Allohga oson texnikasi haqida hali sizga umuman hech kim aytmagan ma'lumotlar. Men bu texnikani profilimga joylaganimdan keyin juda ham ko'p direktimga har kuni 30 tadan oshiq savol keladi. To'g'risiz etsa bo'ladimi? Necha kun etish kerak? Niyatimiz 99 ta bo'lmasa-chi? Farzand so'rab qanaqa yozsa bo'ladi? Men bir kun yozdim, 2 kun yozdim, menda o'xshamadi, niyatim amalga oshmadi deb juda ham har xil gaplar gapirishadi. Kelinglar, men bu haqida hozir sizlarga to'liq gapirib ketaman. Buni 21 kun qilinadi yoki niyatingiz amalga oshguncha. Avvalambor mukammal tahorat olib, keyin yozish boshlanadi. Bomdod namozdan keyin deyilgan. Bunga ham ko'pchilik aytdi, men bomdod o'qimasam ham yozsam bo'laveradimi deshdi. Avvalambor ixlosda, niyatda gap katta. Yozsanglar bo'ladi. 90% ayollardan kelgan eng ko'p savol uzrli paytda ham yozsa bo'ladimi? Ko'pchilik o'rgatgan blogerlar bo'ladi deb aytishgan, lekin buni mukammal tahorat bilan yozish kerak deb aytilgan joyi ham bor. O'shanga bu haqda masalaga bitta narsa deya olmayman. Eng yaxshisi tahorat bilan yozganinglar ma'qul. Bitta shu yozganimizni 21 kun qayta yozaveramizmi deb ham so'rashgan. Xohlasanglar 21 kun qayta yozganinglar juda ham yaxshi. Ammo bir xil ishlaydi, o'qiydi, agar vaqtingiz bo'lmasa, o'sha yozganinglarni 21 kun davomida har kuni o'qib chiqsanglar ham bo'ladi. Qanaqa yozilishi kerak bo'lsa, bu texnikaning ikkita usuli bor. To'liq videosini profilimga ikkita qism qilib joylaganman yoki plus qoldiring, men sizga jo'natib qo'yaman.